Iyun sanasida ijodkorlar bilan katta yig'ilish o'tkazgan Prezident Shavkat Mirziyoyev 2-iyun kuni Toshkent viloyatida joylashgan Chirchiq kimyo industrial texnoparkiga tashrif buyurdi. Davlat rahbari ushbu texnoparkdagi korxonalar faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Qolaversa, shu yerning o'zida kimyo sanoatini jadal rivojlantirish va hududlarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish yuzasidan katta video selektor ham o'tkazdi. Tonggi soat 8 Chirchiq shahridagi mazkur korxonada yana bir ish kuni boshlanmoqda. Smena boshlig'i Rustam Obidov esa odatdagidek o'z joyida. Bugun u ishchilarga topshiriq beradi, ishlab chiqarish jarayonini nazorat qiladi. Ish jarayoni avtomat hammasi. Biz faqat shu knopkalarni bosib turamiz bo'ldi. Biz srazu nachalnik bo'lib ketmaganmiz. O'zining specialistlari kelib o'rgatib, yengil bo'lmadi, o'rgandik. Ammo bir necha yil avval uning hayoti butunlay boshqacha edi. Chirchiqda o'ziga munosib ish topa olmagan Rustam aka bir necha tanishlari qatori ish izlab Rossiyaga ketadi. Rossiyada 9 yil ishlaganman, yo'da u payt oyliklari uyiga jo'natganim bilan kam chiqardi. Lekin mana hozir bu yerda yetarli oyligimiz, mashinalik ham bo'lib oldik, uylik ham bo'lib oldik. Unaqa oylik ham yo'q chet elda. Oson emas. Keyin yo'da bolalaringni yiroqsan, ota-onangni yiroqsan. Bu yerda ham bolalarim yonimda, onam yonimda. Chunki yangi ishlab chiqarish korxonalari paydo bo'lishi ortidan Rustam aka kabi endi yuzlab, balki minglab fuqarolar mehnat muhojirligidan qaytmoqda. Lavhamiz qahramoni faoliyat yuritayotgan Novoplast TPE korxonasi bugun mamlakatimizdagi yuqori qo'shilgan qiymatli kimyo mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan yangi sanoat obyektlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda zichlagichlar va shlangalar ishlab chiqariladi. Asosan granula ham o'zimizdan chiqadi. Butun xomashyo o'zimizdan chiqib, yuksak darajasiga olib chiqamiz. Oldin import bo'lib kirib kelgan. Hozirgi paytda ham o'zimiz ishlab chiqaramiz, ham eksport qilamiz. Korxona faoliyatiga davlat rahbarining tashrifi ham bejiz emas. 2-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Chirchiq kimyo industrial texnoparkidagi mazkur ishlab chiqarish majmuasini borib ko'rdi. Rossiyaning VR Plus kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan loyihaning qiymati 5,4 million AQSh dollari. Ammo raqamlardan ham muhimrog'i bu yerda shakllanayotgan yangi iqtisodiy modeldir. Chirchiq kimyo industrial texnoparki davlatimiz rahbari qarori bilan 2022-yilning mart oyida ishga tushgan. Jami 5 million dollarlik loyiha ishga tushirilib, 82 nafar yangi ish o'rinlari yaratilgan bo'lsa, 25-yil davomida bu ko'rsatkichlar 23 ta yangi loyiha yaratilib, jami qiymati 56 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiya o'zlashtirilgan va 800 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan. Avval import qilingan mahsulotlar endi o'zimizda ishlab chiqarilmoqda. Texnoparkda qariyb 90% bu xorijiy kompaniyalar hisoblanadi. Ko'p turdagi imtiyozlar mavjud. Asosiylari bu yer, mol-mulk soliqlardan ozod qilingan. Endi esa 120 kunga kechiktirib to'lash, O'zbekistonda ishlab chiqarilmayotgan xomashyo, texnologik uskunalar uchun ham imtiyozlar mavjud. Bu ko'rsatkichlar alohida bir korxona misoli, ammo Chirchiqdagi o'zgarishlar bu bilan cheklanmaydi. Ikkinchi lokatsiya Prezident tashrif buyurgan yana bir korxona BCG Group Oz. Bu yerda maishiy va avtomobil kimyosi mahsulotlari ishlab chiqariladi. Yaqingacha yurtimiz bozordagi bunday mahsulotlarning asosiy qismi import hisobidan ta'minlanardi. Bugun esa vaziyat o'zgarmoqda. Korxonamiz maishiy kimyo mahsulotlari, avtokimyo vositalari, professional tozalash, klining vositalari va 80 dan ortiq turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Yillik ishlab chiqarish quvvatimiz taxminan 9000 tonnani tashkil etadi. Nega aynan O'zbekiston tanlandi? Chunki logistika nuqtai nazaridan juda qulay joylashuvga ega. Biz mahsulotlarimizni butun Markaziy Osiyo bo'ylab yetkazib beramiz va shu sababli ishlab chiqarishni O'zbekiston hududida yo'lga qo'yishga qaror qildik. Foyda solig'i bo'yicha imtiyozlar mavjud. Albatta, bu biz uchun juda katta afzalliklardan biridir. Tan olish kerak, mamlakatimiz iqtisodiyotining eng driver sohalaridan biri bo'lgan kimyo sanoati zamon talablari asosida butunlay yangi bosqichga olib chiqilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan navbatdagi video selektor yig'ilishida ham tarmoqni transformatsiya qilish, mahalliy brendlarni yaratish va eksport hajmini keskin oshirishga qaratilgan strategik vazifalar belgilab berildi. Tahlillarga ko'ra, birgina Markaziy Osiyo va MDH mintaqasining o'zida maishiy kimyo mahsulotlari uchun naqd 2 milliard dollarlik yirik bozor mavjud bo'lib, O'zbekiston ushbu
katta imkoniyatdan maksimal darajada va faol foydalanishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bu xulosani raqamlar ham tasdiqlaydi. So'nggi yillarda kimyo sanoatiga 8 milliard 300 million dollar investitsiya kiritildi. 87 ta yirik quvvat ishga tushirildi. 60 dan ortiq yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarish o'zlashtirildi. Sanoat o'sishi yuqori bo'lsa-da, kimyo sanoati sur'ati kutilgan darajaga chiqmagan. Shu sabab davlat rahbari sohani chuqur transformatsiya qilish vazifasini qo'ymoqda. Lekin 9 yilda respublika sanoati o'rtacha 6.3% ga o'sgan bo'lsa, kimyoda bu 3% ga ham yetmayapti. Kimyo mahsulotlari importi 4 barobarga oshib, yiliga 4,5 milliard dollarni tashkil qilyapti. O'zimizda chiqariladigan kimyo mahsulotlari ichki talabning 60% ni ham qoplamayapti. Endilikda maqsad oddiy xomashyo emas, yuqori qiymatli mahsulot eksport qilish. Natriy va kaliydan kaustik soda, serpentinitdan magniy oksidi, sian tuzidan tayyor kimyoviy mahsulotlar, ya'ni har bir tonna xomashyodan bir necha barobar ko'proq daromad olish. Mamlakatimiz oldiga qo'yilgan maqsad ham aniq. Kelgusi yillarda kimyo sanoatida 17 milliard dollarlik 350 dan ziyod loyihani amalga oshirish, maishiy kimyo sohasida kamida 100 ta yangi brend yaratish, Markaziy Osiyo va MDHning 2 milliard dollarlik bozorida munosib o'rin egallash. Bitta narsani bilinglar, har bitta aytgan rahbarlar olimlar bilan muloqot qiladi. Ularning ko'proq eshitadi. Sohadagi startaplarni o'z ichiga olgan yaxlit yangi tizim yaratamiz. Buning uchun Mirzo Ulug'bek tumanidagi 60 gektarda kimyo sanoati uchun innovatsion ilmiy ishlab chiqarish va ta'lim klasteri tashkil qilinadi. Bu yil sentyabrda bu klasterda Koreya bilan hamkorlikda kimyo texnologiyalar innovatsiya markazi barpo etilishi shart. Sexda esa ish davom etmoqda. Rustam aka navbatdagi smenani boshqarmoqda. U uchun bu shunchaki ish joyi, ammo davlatimiz iqtisodiyoti nuqtai nazaridan qaralsa, bu korxona yana bir muhim vazifani bajarmoqda. U muhojirni ishchiga emas, mutaxassisga aylantirmoqda. Xullas, bu yo'nalishda yaxshi yangiliklar va o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Sohiba Akrom va Kamron Rahmonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Yangi zamon tahliliy dasturi uchun.